Aniq bilaman, sizni ham telefoningizni ovozi past chiqadi, men bu oxiriga qo'yib olsangiz ham. Xuddi shunaqa oxiriga qo'ysam ham vashcha past chiqadi. Shuning uchun to'g'rilash yo'li bor. Hozir sizga ham, ko'rib turgan obunachilarga ham o'rgatib qo'yaman. Faqat ular nima qilish kerak? Bu videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yishsin. Videoga hali ham like bosmagan bo'lsanglar, tez like bosinglar. Like bosmasanglar, sizlarda bu funksiya ishlamasligi mumkin. Telegramga kirib poisk orqali xuddi shunaqa qilib GamersX bot yozasizlar. Original yozilishi xuddi shunaqa orqali birinchi chiqqan original botga kirasizlar. Ham tegidagi fakelarga ishonmanglar, bular hammasi yolg'onchi fakelar. Mana shu birinchiga 242 mingta odam kirganiga ustiga bitta bosasizlar-da, start tugmasini bosasizlar. Start tugmasini bosgandan so'ng mana shu barcha kanallarga obuna bo'lasizlar. Men barchasiga obuna bo'lganman. Keyin o'rtoqlar obuna bo'lib boshingga bosasizlar. Bu yoqdan ilovalarga kiramiz. Eng tagiga tushiramiz. Bu yoqdan ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda ovozni baland qilish joyi bor. Shuni ustiga bitta bosib, chetdagi ilovani yuklab olib, bemalol sizlar ham telefoning ovozini 2x ko'tarib olsanglar bo'ladi. Mana endi o'zingiz bitta ovozini eshitib ko'ring, ancha baland bo'ldi. Bemalol mazza qilib ishlataverasiz. Rahmat. Bu narsani o'rtoqlar aniq sizlarga foydasi tegadi. Bemalol telefoningizning ovozini 2x baland qilib olsanglar bo'ladi. Videoni barcha yaqin do'stlaringizga jo'natib qo'yinglar, videoni saqlab qo'yinglar. Meni istoriyamni kuzatib boradigan bo'lsangiz, bundan da qiziqarli funksiyalarni ham joylab boraman. Profilimga o'tsangiz, eng zo'r videolar faqat menda.